Vatandan kelgan uchurlar. Uyg'urlarga ichirilayotgan dora oshkorlandi. 21 dekabr Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, virus bahonasida Uyg'urlarga ichirilayotgan dora ikki xil bo'lib, biri qansiq Xitoy tibobiti dorasi, yana bir xili kapsul dora ekan. Dora rayon kadrlarining nazoratida kuniga 3 vaqt ichirilgan. Uningdan boshqa kuniga 3 qatim eg'izdan sho'lgay elib tekshirdi ekan. Virus bahonasida yangi lagerlar shiddat bilan qurilmoqda. 17 dekabr Uyg'ur axborot markaziga vatanda kelgan manbadan ma'lum bo'lishicha, Turpanning jamoat xavfsizlik sistemasidan bir tafsilot o'g'irlanganligi uchun Turpan viloyatini virus bahonasida qamal qildi degan uchur tarqalgan. Urumchi, Korla, Qashqar, Otush, Oqsudan tartib hamiyada qaytadan 3000 kishilik, 10,000 kishilik, 30,000 kishilik atalmış yuqumlanğıçlarını ayırıp davalash markazlarini qurish haqida uqtirish tushgan. Virus bahonasidagi yangi lager uylari chaqmoq tezligida silinmoqda ekan. Yaqinda Davanchingda 6,000 kishilik ayirib davolaydigan kasalxona qurilgan. Qashqarda 10,000 kishilik ayirib so'laydigan kasalxona qurilgan. Otushda 10,000 kishilik kasalxona qurilgan bo'lib, Uyg'urlar texmi qo'rqinish ichida qolgan. Uyg'urlarni lagerlarga elib ketish davom qilmoqda. 21 dekabr Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurga asoslanganda, Uyg'urlarni lagerlarga elib ketadigan ishlar davom qilayotgan bo'lib, muhojiratda yashayotgan, ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir Uyg'urning jiyan qizini qaytadan lagerga elib ketgan. Lagerga qayta elib ketilgan ayolning dadisi 20 yillik kesilgan. Yo'ldoshi turmada bo'lib, 3 bolasi ko'chada qolgan. İlgilengen uçurğa asaslanganda, lagerdagilardan birersi ağrıp yoki yaralanıp doktorxonaga davolanishga to'g'ri kelsa, davolanish pulisini oilasidagilar kelib to'lashi kerak ekan. Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishi orqali ishlab chiqarilgan maskalar butkul Yevropada sotildi ekan. Tashkillik jinoyat va sheriklikni doklad qilish organi bo'lgan OSSRP'ning 16 dekabrdagi xabariga qaraganda, Uyg'urlar ishlab chiqargan tibbiy maska va qo'g'dinish uskunalari butkul Yevropada sotildi ekan. Xabarda deyilishicha, Xitoydagi Uyg'ur ishchilari ishlab chiqargan COVID-19 ga qarshi ishlatiladigan tibbiy maska va qo'g'dinish uskunalari eng oz deganda 2 cho'ng sotqichi tarafidan Yevropada sotiladigan bo'lib, kam deganda 5 davlatdagi hukumat va sahiyya organlari tarafidan setvelingan. Tashkillik jinoyat va sheriklikni doklad qilish organi bo'lgan OSSRP'ning aniqlashicha, bu Uyg'ur ishchilar Xitoyning emgak kuchini yetkash bahonasi bilan ichkiri o'lkalarga yetkazgan bo'lib, majburlash va xo'rlashga uchraydi ekan. Tashkillik jinoyat va sheriklikni doklad qilish organi va uning sheriklari yana Yevropadagi bir qism eng chong tibbiy mahsulotlarni tarqatuvchilarning Xitoydagi Hobey Xayshin zavodida ishlab chiqarilgan tibbiy maska va qo'g'dinish uskunalari setayotganligini bayqagan. Ko'pchilikka oshkorlangan hujjatlarda ko'rsatilishicha, bu zavodda yaqinda Sharqiy Turkistondan yetkazilgan 130 ishchi ishlamoqda ekan. Faoliyatchilar g'arb shirkatlari va hukumatlarni Uyg'ur emgak kuchi bilan ishlangan mahsulotlarni setvelishni to'xtatishga chaqirgan. Yevropa Ittifoqi Xitoyni aybladi. CNN to'rining 17 dekabrdagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Yevropa parlamenti Xitoyning Uyg'urlarni ekspluatatsiya qilishni ayblagan. Xabarda ko'rsatilishicha, Yevropa parlamenti qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarni va boshqa osonliq millatlarni majburiy emgakka solganligini va kishilik huquq dafsandichiligini qattiq ayblagan. Yevropa Ittifoqi organining juma kundagi bayonotida Xitoyning Uyg'urlarni davomli turda Xitoyning boshqa rayonlariga yetkazganligini, Yevropadagi donglik marka va shirkatlarning Xitoyning majburiy emgidan nafga erishganligini aybladi.
Bu xabarda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi turli kishilik huquq dafsandichiligi tilga ilingan bo'lib, Xitoyning bu qilmishlarini darhol to'xtatishi kerakligi talab qilindi. Sharqiy Turkistondan chiqadigan paxtaning majburiy emgak bilan chetishligi bor ekan. Xalqarалық tekshirish tori 18 dekabrda Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga oid isbotlar ko'paygan sari Xitoyning yolg'onchiliklarimi o'xshashlik ko'paydi degan temada xabar tarqatgan bo'lib, xabarda Xitoy diplomatiya ministrining BBC'ga yo'llagan javobi tilga ilingan va Xitoyning yana bir qatim yolg'onchilik qilganligi qayd qilingan. Sharqiy Turkistondagi majburiy emgak aloqador hujjatlar Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenizning ishonchli faktlarga tayinlagan bo'lib, uning tadqiqoti qaraganda dunyodagi paxta mahsulotlarining 20% ni ta'minlaydigan Sharqiy Turkistonda paxta mahsulotlarining hammasini majburiy emgak bilan chetishlik deb faraz qilish mumkin ekan. Trump hukumati buning qarta belgilik tadbirlarni qo'llangan bo'lib, Adrian Zeniz Amerikadan boshqa hukumatlarning Sharqiy Turkistondan chiqadigan paxtadan ishlangan barliq mahsulotlarni butunlay to'xtatishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Türkiye İnsanparvarlik Qutqizish Fondi Tursun Xəlilullah to'g'risida Birleşken Davlatlar Təşkilatıga ma'lumot yo'lladi. O'rta Sharq ekrani to'rining 19 dekabrdagi xabari qaraganda, Türkiye İnsanparvarlik Qutqizish Fondi bo'lgan IHO juma kuni Xitoydagi Uyg'ur kishilik huquq qo'g'dag'chisining o'limi sababli Birleşken Davlatlar Təşkilatı kishilik huquq kengashiga iltimos sungan va uning ayoli va bolalarining bexatarligini talab qilgan. Sharqiy Turkistonda yashayotgan Uyg'urlardan Tursun Xəlilullah Sharqiy Turkiston rayonidagi qonunsiz qo'lga olish to'g'risida Xitoy hukumatiga murojaatnoma yozgandan keyin Xitoy tajovuzchilar tomonidan qo'lga olingan bo'lib, Turkiya Insonparvarlik Qutqizish Fondining Birleşken Davlatlar Tashkilotiga sungan iltimosida Tursun Xəlilullahning lagerda o'ldirilganligi o'tirib qo'yilgan. Türkiye İnsanparvarlik Qutqizish Fondi 16 dekabrda e'lon qilgan bayonotida yana Xitoyning Sharqiy Turkistonda elib borgan turli irqiy qirg'inchilik harakatlarini tilga olgan bo'lib, Sharqiy Turkistondagi kundalik hayotning har qaysi sohalarida kishilik huquq dafsandichiligining davomlashayotganligini ilgari surgan. Xitoy Uyg'urlarni majburiy paxta terishga soldi. Washington pochtasi gazetining 20 dekabrdagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy organlari necha yuz minglagan Uyg'ur dehqonlarni Sharqiy Turkistonning janubidagi rayonlarda majburiy paxta terish amaliga solgan. Shundaqla ular qarta qattiq nazorat qilish, kuzatish va meni yuvish elib borgan. Kishini andishiga soldigan bu xil qilmish mashhur tadqiqotchi Adrian Zenizning yangi dokladida oshkorlangan bo'lib, uning yer shari siyosiy markazi uchun qilgan tadqiqotida paxta yig'ish mas'ullashtirilmagan yerda kevas teriqchiligi zo'r miqdorda emgak kuchi talab qildigan bo'lib, Xitoyning ishchilarni boshqa yerdan yo'tkab kelishi texmo qimmat to'xtaydi ekan. Xitoy bu bo'shliqni to'ldirish uchun turli usullarni qo'llanib, Uyg'urlarni majburiy paxta yig'ish emgiga solgan. Adrian Zeniz naql keltirgan yana bir hujjatda majburiy emgak silingan Uyg'urlarga paxta terish jarayonida turmidagi o'xshash siyosiy tarbiya elib berilganligini o'ttirib qo'ygan. Adrian Zenizning qarashicha, garchi majburiy paxta terishga silingan Uyg'urlarga ish haqi berilgan, qarmoqqa ixtiyorda ko'rinsa-mu, amaliyotda ular bu emgakni qilishga majburlanadigan bo'lib, agar rad qilsa, jazo lageriga elib ketilish mumkinchiligi bor ekan. Amerika davlat mudofaa siyosatiga o'zgarish. Növbət Xitayning Uyg'urlarga yurgizayotgan qirg'inchiligiga ochiq qarshi turib, Xitoyni ayblayotgan birdan-bir davlat Amerikadir. Amerika hozir Xitoyni Amerikaning birinchi nomerlik dushmani va eng cho'ng xavf deb qaramoqda. Amerika Trump davrida Xitoyga qarta ko'rilib baxmagan darajada qattiq muomala qilgan bo'lib, bu siyosat Biden prezident bo'lgandan keyinmi davomlashadi. Buning belgilaridan biri Amerika Davlat Ministerligi Mudofaa siyosati mudiriyatida yaqinda yuz bergan cho'ng o'zgarishlar bo'lib, nomi mashhur Hudson instituti Xitoy tadqiqot o'rnining boshlig'i Michael Pillsbury bu mudiriyatning raisligiga tayinlangan. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining 11 oyning 25 kun bergan bayonotda qaraganda,
Trump hökuməti Amerika Ministerligi Müdafiə siyasəti müdiriyyətidəki 13 əzanın 11-ni vəzifəsindən qaldırıb, o'rniga boshqa mutaxassislarni qo'ygan. Müdafiə siyasəti ma'muriyatidan chiqarib etilgan 11 mutaxassisning ichida Xitoyga moyilligi bilan bilingan Henry Kissinger va Madeleine Albrightlar bor. Bu shaxslar ilgari izchil holda Xitoy tahdidini rad qilib kelgan. Müdafiə siyasəti ma'muriyati 13 mutaxassisning yetakchiligidagi siyosiy maslahat komiteti bo'lib, bular davlat mudofaa ministerligini mustaqil paketlik maslahatlar bilan ta'minlab, Amerika davlat mudofaa siyosatiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Xitoyni eng yaxshi tushunadigan va Xitoyga eng qattiq bo'lgan Michael Pillsbury'ning bu organning raisligiga tayinlanishini Amerikaning davlat mudofaa siyosatidagi cho'ng o'zgarishdan va davlat mudofaasining asosiy nishonining Xitoyga qartilganligining belgisi deyishga bo'ladi. Bu organning boshlig'i odatda uzun muddat vazifa o'taydigan bo'lib, Trump davrida maydonga kelgan Xitoyga qarshi davlat mudofaa siyosatining Trump taxtdan tushgandan keyinmi davomlashadiganligidan derak berdi. Michael Pillsbury Amerikadagi eng mashhur Xitoyshunos strategiya olim bo'lib, Tayvanda o'qigan va Xitoy tilini pishiq egillagan. Amerika Rossiyani yer tishiltish uchun Xitoyga quchoq ochgan ayni davrda boshqa ko'pchilik amerikalik strategiyachilarga o'xshash Xitoydan yaxshi umidlarni kutgan Michael Pillsbury Xitoy tahdidini eng burun bilgan va o'ttirg'a qo'ygan shaxs bo'lish sifati bilan Amerikaning Xitoy siyosatiga cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Xitoyning qadimki va hozirgi tarixini, ilm-fikrini, niyat maqsadlarini pishiq biladigan Michael Pillsbury 3 yil avval 100 yillik marafon nomli bir parcha kitobini yozib chiqqan bo'lib, Michael Pillsbury Amerika tarixida bo'sish xarakterlik unum hosil qilgan bu kitobida Xitoyning 2025-yilga borganda Amerikadan iqtisodiy jihatdan eshib ketib, dunyodagi birinchi darajalik iqtisodiy kuch bo'lishning 2049-yilga borganda Amerikadan boshqa hamma sohada eshib, dunyoda Amerikaning o'rnini ilib, dunyodagi birinchi nomerlik darajadan tashqari kuch bo'lishning planini bir asr ilgirla mukammal ravishda tuzib, shu bo'yicha ilgirlayotganligini intayin yuqori mahorat va dalillar orqali o'tirib qo'ydi. Mazkur kitob bu yil atiyazdan boshlab tarjim qilinib, Uyg'urlar jurnalida ulab besilgan bo'lib, 11 bobdan tuzilgan bu kitobda avtor Xitoyning qarniyatlarini va quvliq shumliqlarini hayron qolarlik darajada tüp yıldızdan içip tashlavatgan. Xitoy dunyodagi birinchi nomerlik kuch hisoblangan Amerikani cho'kishga qarab ketyotidi. Biz Amerikaning cho'kishini tezlatish bilan birga Amerikaning cho'kishidan eng zo'r chekda naf olamiz va yana chorak asrga yetmagan paytda dunyodagi eng qudratli kuch bo'lib, dunyoga xo'ja bo'lamiz degan yo'lda yuqori surat bilan ketayotganida Hatta Xitoyning bu shumniyatini Amerikadagi Ravurusdan qibar Xitoyshunos strategiyachi olimlarmi bilolmay yurganda Michael Pillsbury Xitoyning qarniyati va ilm-fikrini minglagan dalillar asosida dunyoga oshkorlayapti. Michael Pillsbury Amerikani Xitoyning suiqastlaridan ogohlantirgan va Amerikaning Xitoy siyosatining o'zgarishi uchun to'limi zo'r to'hfa qo'shgan eng muhim shaxslarning biridir. O, Amerikada emas, bütün dünya miqyosidami Xitoyni eng yuqori chekda tadqiq qilgan, bilimi ustun, tajribasi mo'l strategiyachi. Amerika qarshi barliq shum planlarni planlab, Amerikaning halokatini tezlatish va dunyoga xo'ja bo'lish yo'lida kech-kunduz tirishchanlik ko'rsatayotgan Xitoyga qattiq qo'l bo'lishni necha 10 yildan beri kuchab targ'ib qilayotgan Michael Pillsburyning Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi Siyosiy maslahatchilar komitetining raisligiga saylanishi Amerika siyosiy tarixidagi nihoyat muhim va qaltis bir qaror hisoblanadi. Muajiratdagi nurg'un Uyg'urlarimiz Xitoyning patiqinda gumron bo'lganligiga ishinib, Xitoyning beshini yeydigan kunining kelishini 4 ko'zi bilan kutib turayotgan bo'lsa-mu, biroq kunimizda Hatta sun'iy quyosh yasash yo'lig'icha ilgirlayotgan Xitoy o'zining izchil kuchayotganligiga shaksiz ishongan asosda jiddiy harakatlanib, hammaylan eng cho'ng umid kutayotgan Amerikani yo'qotishning qasdida tipirlayotdi.
Xitayning bu qarniyati intayin qo'rqinchli bo'lsa-mu, Xitayning o'tmishini, hozirni va kelgusini qilmoqchi bo'lgan nayranglarini nayt yaxshi biladigan, Xitayga eng zo'r chekdi qattiq qo'l bo'lishni, undaq bo'lmaydi ekan, Amerikaning ig'ir vayronchilikqa duch keldiganligini kuchab targ'ib qiladigan Michael Pillsbury'ning bu o'ringa qo'yilishi har bir Uyg'urni, jumladan dunyo miqyosidagi Xitoyning razilligini tunib yetgan aql egallarini xushal qilmay qolmaydi. Michael Pillsbury Xitoyning bugungi siyosiy madaniyatining qandaqdir Xitoy Kompartiyasi tarafidan maydonga chiqarilgan narsa bo'lmasdan, balki Xitoyning 2000 yildan ortiq davom qilib kelgan siyosiy zihniyatining mahsuli ekanligiga cho'nqur ishonadi. Bu nuqtadan qaraganda Amerikaning davlat mudofaa siyosati Xitoyga qarata eng unumlik, eng utuqliq strategiyalarni qo'llanib, Xitoy tahdidiga qarshi turdi. Amerikaning Xitoy haqidagi 5 xato qiyosi. Michael Pillsbury o'zining 100 yillik marafon degan kitobida Amerikaning 30 yil Xitoy haqida xato qiyosda bo'lib kelganligini 5 nuqtaga yig'inchoqlagan bo'lib, u bu vaqtdagi hukmlarni mundaq bayon qilgan. Aramizdagi Xitoyni tadqiq qilgan ko'pincha kishilarga Xitoyning g'arb imperializmining ziyonkashligiga uchragan, chorasiz ziyonlang'uchi ekanligi to'g'risidagi ideya singdirib o'tilgan. Bu ideya Xitoy rahbarlariga ishonib qolmasdan, ularni aktivlik bilan rag'batlantirish kerak deydigan ideyadir. 1967 yili Kolumbiya universitetida doktorlik tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan chig'imda siyosatshunos professorlarim Xitoyning Amerika bilan Yaponiya tarafidan bo'zaq qilinganligini ta'kidlaydi. Bu biz bir avlod amerikaliklarning ma'lum shaklda bu xil gunohimizni yuyishimiz kerakligiga ishora qiladi. Bizning ko'plagan dars kitoblarimizga dal mushuningdek fikrlar kirgizib o'tilgan edi. Bu xil ko'z qarash qanchalik qurbonlik berishdan qat'iy nazar Xitoyga yordam berish, Xitoyga bo'lgan yaxshi ko'nglimizni va uni ziyonkashlikka uchirg'uchi deb qarashimizni tuvallatib etadigan har qanday hodislarni qasddan ko'rmasga selvelishimizga yo'l ochgan bu xil fikr andizisi Amerika hukumatining Xitoyga munosabatlik masalalarni bartaraf qilishida o'z rolini joriy qildirib keldi. Shundaqla bu xil ko'z qarash Xitoy mutaxassislarining Amerika prezidentiga va boshqa rahbarlarga beradigan maslahatiga mo ta'sir ko'rsatib keldi. Biz Amerika ojiz Xitoyni yo'laganda Xitoyning demokratik va tinchlikparvar kuch bo'lib yetishib chiqadiganligiga, shundaqla Xitoyning o'z rayonining xo'jasi bo'lish, hatto dunyoning xo'jasi bo'lish shum niyatining bo'lmaydiganligiga ishongan edik. Biroq biz Xitoy qattiq qo'llarining ta'sir kuchini xato mo'ljalab qo'ygan ekanmiz. Birinchi xato qiyos munosabat mutlaq hamkorlikni ro'yobga chiqaradi. 40 yildan e'tiboran men va xizmatdoshlarim Xitoy bilan bo'lgan munosabat Xitoyning g'arb bilan keng doiralik diplomatik masalalarda hamkorlashishni ro'yobga chiqaradiganligiga ishonib keldik. Ammo bundaq bo'lib boqqani yo'q. Savdo va texnologiya munosabati Xitoy bilan g'arbning qimmat qarashlarini rayon xarakterlik va dunyo xarakterlik masalalarda o'rtoqlik ega qiladi deb qaralgan edi. Ammo Xitoyning bundaq qilgani ham yo'q. Yig'inchoqlaganda Xitoy bizning barcha go'zal orzularimizni qondirishda layoqatsizlik qildi. Ikkinchi xato qiyos Xitoy demokratiyalashish yo'lida ketyotdi. O'tgan 30 yilda Xitoy haqiqatan o'zgardi. Biroq Xitoyning siyosat sistemasi biz tashabbus qilgan orlashish shakl umid va orzu qilgandagidek taraqqiy qilmadi. Bargancha ko'plagan Xitoyshunos mutaxassislar bu nuqtani to'nib yetmoqda. Princeton universitetidagi Aaron Feldberg Xitoy Kommunistik partiyasining yo'qolish girdobiga berishning o'rniga necha 10 yil jon saqlab qola oladiganligiga nazar og'dirgan. Aaron Feldberg 30 yildan ko'proq vaqtdan buyon Xitoy haqidagi mo'tadil ssenariyasini bayon qilib kelgan edi. Mo'tadil ssenariya u o'tirib qo'ygan atalg'i bo'lib, uningda Xitoyning o'ngishli holda erkin demokratiyaga ulusha oladiganligi oldin ko'rsatilgan. Hozir buning faqatli bir fantaziya ekanligi isbotlandi. Uchinchi xato qiyos Xitoy ojiz agash kuchi. 2001 yildagi eng ko'p sotilgan kitoblardan biri Xitoyning yiqilishayotgan zavolligiga munosabatli edi. Ko'plagan shaxslar agar Amerika Xitoydan saylam sistemasi, o'xshamagan siyosiy ko'z qarashdagilarga erkinlik berilish, qonun nizomlarini kuchaytirish, osonlik millatlarga adil muomala qilish qatorliqlarni ching turib talab qilsa, bu xil besim sababli Xitoy davlatining vayron bo'ladiganligi,
buning butkul Osiyo qit'asida malamanchiliklarni keltirib chiqardiganlik qatorliq andishilik ko'z qarashlarni bayon qilishgan edi. 4-xato qiyos Xitoy bizga o'xshash bo'lmoqchi, u bizga o'xshash. Bizning chekdan oshgan ko'rangligimizdan biri shuki, Amerikaliklar boshqa barliq davlatlarning orzusining Amerikaga o'xshash ekanligiga ishonishni yaxshi ko'radi. Mana mushu xil ko'ranglik yaqinqi yillarda Afg'oniston va Iroqqa oyoq besishimizga yo'l ochdi. Biz Xitoyga o'xshashni mushu xil ko'rang ideya bilan qarayapmiz. 5-xato qiyos Xitoy qattiq qo'llari ojiz. Xitoy haqida odatga aylangan, o'zim ishinib yurgan bayonlar bilan zid ipuchlarini to'plab chiqish orqali 40 yildan buyangi boshqa turli bayonlarni birlashtirishga tirishdim. Vaqtning o'tishiga ergishibman, Xitoy qattiq qo'llarining Amerika siyosat belgilaguvchilariga xato uchur berish va ularni ko'ldiritish orqali istixborot, harbiy, texnologiya, iqtisod qatorliq sohalarda yordamni qo'lga keltirish to'g'risida Xitoy rahbarlariga sungan takliflarni bayqadim. Men bu qattiq qo'llarning Mao'zedong davridan boshlabla Xitoy rahbarlariga maslahat berishga boshlaganligini, ularning g'arizining bir asrlik ornimiz uchun o'ch elish, shundaqla harbiy, iqtisodiy jihatda Amerikaning o'rnini elib 2049-yili, ya'ni Xitoy kommunistik hokimiyatining 100 yillik xotir kunida dunyoning siyosiy liderligini qo'lga keltirish ekanligini bilib yetdim. 100 yillik marafon deb atalgan bu plan Xitoy kommunistik partiyasining Amerika bilan munosabat o'rnatishning boshlanishi bilan yurgizilishga boshlagan. Buningdagi g'araz o'tmishda chet el kuchlari tarafidan tortgan xo'rliqlardan o'ch elish yoki u xo'rliqlarni yuyishdan iborat.